Bu videoni ko'rib prosta shokka tushib qoldim. Nahotki Qozog'istondagi mitingni qirg'izistonliklar bilan o'zbekistonliklar borib qilgan bo'lsa. Bu nima degani? Bu video bilan sizlar nima demoqchisizlar? Ikkita, uchta, to'rtta millatni bir-biriga qarshi qo'yib qo'ymayapsizlarmi? Quruq gapga bo'lmas, sizlar chiqarayotgan provokatsion videolar quruq gap bo'lib qolmasligi kerak. Ko'chadan ushlab olib turib, yaxshilab maydalab ursalaring, sizlar xohlagan narsani, sizlar istagan narsani qilmagan ishini ham tan olish mumkin. Sizlar ko'rib o'tgan hozirgi videodagi inson bu haqiqatan ham qirg'izistonlik inson. Haqiqatan ham Qozog'istonda qo'lga tushgan inson. Bu inson o'zi Qirg'izistonda kim bo'lib ishlaydi? Qanaqa holatda? Buni o'zi, bu insonni o'zi sostoyatelimi yoki shunaqangi 5000, 10 000 dollar uchun qayergadir borib turib mitinglarga qatnashadigan odammi? Endi o'ylab ko'raylik. Tasavvur qilinglar. Mana shunaqangi videolarda orqasidan butun Qozog'istonlik, Qirg'izistonliklarni yomon ko'rib qolmaydimi? Yoki O'zbekistonliklarni yomon ko'rib qolmaydimi? Bu videolaring bilan sizlar nima demoqchisizlar? Yo'q emas, bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, lekin bo'lishi mumkin narsani bu bo'lgan deb chiqarish, bu chisti meni o'zimda shaxsiy fikrim, bu provokatsiya. Hurmatli Qirg'izistonlik aka-ukalar, sizlardan faqatgina bitta iltimos. Har qanday narsalarga ishonib, erta Tojikistonlik yo O'zbekistonlik yo Qirg'izistonlik aka-ukalarda